Kecha haqqoniy bo'lib o'tgan marosimda kimlar g'alaba qozondi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Tekin bo'lganda foydalanib olish kerak, to'g'rimi? Birinchi bo'lib, menimcha Rafinha yutganda bitta sovrin yutganiga hamma xursand bo'ldi. U La Liganing eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Dunyodagi eng yaxshi o'yinchi esa yana bir boru Dembele bo'ldi. Dua esa kutilmaganda paydo bo'lgan eng yaxshi o'yinchi deb topildi. To'g'risi men buni uncha tushunmadim. Pogba esa atgina 31 daqiqa maydonda o'ynab, 2025-yilning eng yaxshi comeback qilgan o'yinchisi deb topildi. Lamine Yamal esa 3 ta sovrin yutdi. 23 yoshgacha bo'lgan eng yaxshi o'yinchi, Maradona sovrini va eng yaxshi hujumchi. Portugaliya yilning eng yaxshi terma jamoasi bo'ldi. Ronaldo esa Yaqin Sharqning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Oxirida esa Jotaning ota-onasini chaqirib, ularga maxsus sovrin ham berishdi.